Hop, endi qizil sabzi. Qizil sabzida juda ko'p xususiyatlari bor. Mana hozir bizada kuzda chiqdi bu mahsulotimiz. Juda ham ajoyib narsa. Juda ko'p narsalar bor. Ko'p narsalar deganimda qarang. Buni o'zida avvalambor odamzod uchun hech qanaqa dori ko'zga tomizi shart emas. Sabzini o'zini hech bo'lmasa bir kunda bir stakan ichib yuring. Shunda nima sizda jarayon o'zgaradi. Nima jarayon o'zgaradi deganimizda qarang. Ichak faoliyatlaringizni zo'r qilib beradi 1. Qabziyatingizni oldini oladi 2. Plus C vitamin bor unda yana ko'z zreniyangizga juda katta foydasi bor. Ko'proq sabzini to'g'rab o'zini xomligicha yesa juda foydasi katta bo'ladi. To'g'rab o'zini tam yana qo'shimcha qilib qo'shishingiz mumkin, tam lo'lagini qo'shishingiz mumkin, aralashtirib yesangiz ham juda ham katta foyda bo'ladi. Buni yana qo'shimcha yoniga agar qovani ham qo'shsangiz juda ham zo'r bo'ladi. Ichaklaringiz zo'r ishlaydi, metabolizm zo'r bo'ladi. Zreniyingiz xudo xolisa inshaalloh pasaymaydi. Как burgut ko'z bo'lib yurasiz. Shuni iste'mol qilib bersangiz. Dori shart emas. Dori tashqaridan har doim, ichkarida muammo ichkarida. Sog' bo'linglar.